bugun yana bizani sizlarni ushlashimiz belgilangan shu ushlashlarga o'tiribsizlar. Bizani bankimiz tarafidan bugungi kunda tadbirkorlarga ko'pchilik qulayliklar yaratilgan, qishloq xo'jalik korxonalariga ko'pchilik kerakli qulayliklar yaratilgan. Yana keyingi vaqtda ham hammamiz turgan yig'im terminali bizning do'stimiz, uning izidan ham bugungi kunda takrorligini maaş, lavya, kartoshka haqida rejalashtirildi. Shu bo'yicha bugun kunda bizlar kreditlashtirish yo'l qo'ydi. Platforma orqali buni kreditlarning foizini garov bo'ladi, 70% sug'urtamiz. Agar shunday narsalar qo'llangan bo'lsa, qiziqishlarimiz qo'llangan bo'lsa, bu temadan bizlar hamkorlik qilishga tayyormiz. Kimlik qanday masalasi bo'lsa